pensiya guvohnomasi bor, lekin undan faqat pensiya olish uchun foydalanaman deb o'ylaysizmi? Unda bugungi ma'lumot siz uchun juda muhim. Chunki ko'pchilik pensionerlar qo'lida turgan oddiygina pensiya guvohnomasi aslida ayrim joylarda imtiyoz tasdiqlovchi hujjat, chegirma, navbatsiz xizmat va huquqiy himoya vositasi bo'lib xizmat qilishini bilmaydi. Eng yomoni, odamlar bilmagani uchun o'ziga tegishli imkoniyatlardan foydalanmaydi, ortiqcha pul to'laydi. Keraksiz navbat kutadi yoki hujjat topshirishda qiynaladi. Men bugun sizga pensiya guvohnomasi bilan bog'liq 9 ta yashirin imkoniyatni sodda hayotiy misollar bilan tushuntirib beraman. Bu mavzu nafaqat pensionerlar, balki ularning farzandlari, kelin-kuyovlari, nabiralari va qarindoshlari uchun ham kerak. Chunki ko'pincha hujjat ishlarini aynan farzandlar yuritadi. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng ko'p xato qilinadigan joylar va qaysi holatda guvohnoma yetarli bo'lmasligini ham aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Shunda bunday foydali ma'lumotlar sizga vaqtida yetib boradi. Avvallari ko'pchilik uchun pensiya guvohnomasi oddiy qog'oz yoki kichik daftarcha edi. Unda odamning pensiya olishi, pensiya turi, ayrim shaxsiy ma'lumotlari ko'rsatilardi. Odamlar uni asosan bankka borganda pensiya bo'limida, sanatoriy yoki ijtimoiy yordam masalalarida ko'rsatardi. Ya'ni guvohnoma bor, lekin uning amaliy foydasi juda tor doirada ko'rilardi. Hozir esa holat o'zgargan. Davlat xizmatlari elektronlashmoqda. Ko'plab ma'lumotlar bazalarida tekshirilmoqda. Ijtimoiy himoya tizimlari bir-biriga ulanmoqda. Lekin shunga qaramay, pensiya guvohnomasi hali ham ko'p vaziyatlarda insonning maqomini tasdiqlovchi muhim hujjat bo'lib qolmoqda. Ayniqsa, yoshi katta odam internetdan foydalana olmasa, telefonida ilova bo'lmasa, elektron ma'lumotni chiqarib bera olmasa, qo'lidagi guvohnoma uning huquqini tezroq tushuntirishga yordam beradi. Bu yerda asosiy muammo shundaki, guvohnomaning o'zi hamma joyda avtomatik imtiyoz beradi deb tushunish noto'g'ri. Lekin boshqa tomondan guvohnoma borligiga qaramay, undan umuman foydalanmaslik ham katta xato. Men sizga aynan mana shu o'rtadagi nozik chiziqni tushuntiraman. Qayerda guvohnoma foyda beradi, qayerda qo'shimcha hujjat kerak bo'ladi, qayerda siz o'zingiz talab qilmasangiz hech kim eslatmasligi mumkin. Pensiya guvohnomasining eng asosiy, lekin ko'pchilik e'tibor bermaydigan imkoniyati bu sizning pensioner ekaningizni tez tasdiqlashidir. Oddiy tuyuladi, lekin amalda juda katta ahamiyatga ega. Masalan, tuman hokimligi, mahalla, bank, shifoxona, notarial idora yoki ijtimoiy xizmat markaziga borganda xodim sizdan pensiya olasizmi? Yoshingiz nechida? Qaysi toifadasiz deb so'rashi mumkin. Pasportda faqat tug'ilgan sana bor. Lekin siz haqiqatan pensiya oluvchimisiz? Yoshga doir pensiyadamisiz? Nogironlik pensiyasidamisiz yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasidamisiz? Buni pasportning o'zi ko'rsatmaydi. Hayotiy misol olaylik. 63 yoshli ota bankka borib, kredit bo'yicha ma'lumot olmoqchi. Bank xodimi uning daromadini aniqlashi kerak. Agar u pensiya guvohnomasini ko'rsatsa, xodim suhbatni boshqacha boshlaydi. Pensiya tushumi bormi? Kartaga qancha tushadi? Qo'shimcha daromad bormi? Agar guvohnoma bo'lmasa, odamdan qo'shimcha ma'lumotnoma so'ralishi yoki masala cho'zilishi mumkin. Yana bir misol, 52 yoshli ayol nogironlik pensiyasi oladi. U mahallaga moddiy yordam masalasida murojaat qiladi. Faqat pasport bilan borsa, uning nogironlik pensiyasi olishi alohida tekshiriladi. Pensiya guvohnomasi bo'lsa, birinchi bosqichda maqomi aniq ko'rinadi, albatta. Yakuniy qaror bazadan tekshiriladi. Lekin suhbat va hujjat qabul qilish tezlashadi. Shuning uchun men har doim pensionerlarga aytaman. Pensiya guvohnomasini uyda, sandiqda saqlab qo'yish emas. Kerakli ishga borganda yo'lingizda olib yurish foydali. Ayniqsa, tibbiyot, ijtimoiy yordam, bank va davlat xizmatlari bilan bog'liq ishlarda bu kichik hujjat katta vaqtni tejashi mumkin. Ko'p joylarda chegirma avtomatik berilmaydi. Siz so'ramasangiz, xodim ham aytmasligi mumkin. Pensiya guvohnomasi esa sizga men pensionerman, ushbu xizmat bo'yicha imtiyoz bormi deb so'rash uchun asos beradi. Masalan, ayrim sanatoriylar, dam olish maskanlari, xususiy klinikalar yoki diagnostika markazlari pensionerlar uchun alohida chegirma kunlari tashkil qiladi. Bu hamma joyda bir xil emas, lekin amaliyotda uchraydi. Bitta klinikada ultratovush tekshiruvi Bix atasan 1000 so'm bo'lsa, pensionerga 10% chegirma qilinishi mumkin. Bu 20 ming so'm. Bir qarashda katta pul emasdek, lekin pensioner bir oyda 3 ta tekshiruv, 2 ta tahlil,
Bir marta shifokor ko'rgidan o'tsa, umumiy tejalgan pul 1000 ming so'mdan oshishi mumkin. Yana bir vaziyat, dorixonalar ba'zida ma'lum toifadagi fuqarolar uchun aksiya qiladi. Pensiya guvohnomasi ko'rsatilganda chegirma berilishi mumkin. Men bu yerda qonuniy majburiy hamma dorixona chegirma berishi shart demayapman. Gap shundaki, siz so'rashni bilishingiz kerak. Savol oddiy bo'ladi. Pensionerlar uchun chegirma yoki ijtimoiy narx bormi? Agar bor bo'lsa, guvohnomani ko'rsatasiz. Kimlar xavotir olishi kerak? Eng avvalo muntazam dori oladigan, tez-tez tibbiy tekshiruvdan o'tadigan, sanatoriyga borish niyati bo'lgan, kommunal yoki boshqa xizmatlar bo'yicha imtiyoz izlayotgan pensionerlar. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar siz barcha xizmatlarni farzandlaringiz orqali elektron tarzda tekshirtirib, rasmiy javob olib yurgan bo'lsangiz ham, baribir guvohnomani e'tiborsiz qoldirmang. Chunki joyida so'raladigan vaziyatlar bo'ladi. Yoshi katta inson uchun navbatda turish oddiy noqulaylik emas, sog'liq uchun xavf bo'lishi mumkin. Bosim ko'tariladi. Qand kasalligi bor odamning holati yomonlashadi, oyoq og'riydi, yurak bezovta qiladi. Pensiya guvohnomasi ba'zi joylarda sizga o'zingizning holatingizni isbotlashda yordam beradi. Masalan, poliklinikada laboratoriya tahliliga artim kishi navbatda turibdi. 72 yoshli otaxon kelgan. Agar u indamay navbatga tursa, hech kim uning ahvolini sezmasligi mumkin. Lekin u xodimga madaniyat bilan, men pensionerman, yoshim katta, sog'lig'im sabab uzoq tura olmayman. Pensionerlar yoki yosh ulug'lar uchun alohida tartib bormi? deb murojaat qilsa, ko'pincha yechim topiladi. Ba'zan navbat boshiga o'tkazishadi, ba'zan o'tirib kutish joyini ko'rsatishadi. Ba'zan boshqa vaqtda yozib berishadi. Bu imkoniyatni noto'g'ri tushunmaslik kerak. Pensiya guvohnomasi har qanday joyda hamma odamdan oldin kirish huquqini avtomatik bermaydi. Lekin u sizning holatingizni asoslashga yordam beradi. Ayniqsa nogironlik pensiyasi oluvchilar, urush va mehnat faxriylari, yolg'iz keksalar, harakati cheklangan insonlar bu masalada faol bo'lishi kerak. Mahalla, ijtimoiy xodim, tuman bo'limlari, homiylik yordami, oziq-ovqat paketi, davolanishga yordam, protez ortopediya vositalari, uyda parvarish kabi masalalarda pensiya guvohnomasi muhim signal bo'lib xizmat qiladi. U shuni ko'rsatadi. Bu odam ijtimoiy himoya tizimida ro'yxatda turadi. Uning daromad manbai pensiya bo'lishi mumkin. Ehtiyojini baholash kerak. Misol uchun, yolg'iz yashaydigan 7 yoshli ona 900 ming so'm atrofida pensiya oladi. Uyda gaz plitasi eski, dori xarajatlari oyga 400 ming so'm. U mahallaga yordam so'rab borganda faqat qiynalyapman desa, bu umumiy gap bo'lib qoladi. Lekin u pensiya guvohnomasini, pensiya tushumi haqidagi ma'lumotni, dori retseptlarini, kommunal to'lov kvitansiyalarni olib borsa, vaziyat aniq ko'rinadi. Shunda mahalla yoki ijtimoiy xodim uning real ehtiyojini baholashi osonlashadi. Bu yerda sabab va oqibat juda oddiy. Hujjat bilan kelgan odamning murojaati aniqroq ko'riladi. Og'zaki shikoyatda esa ko'p savol tug'iladi. Shuning uchun pensiya guvohnomasi ijtimoiy yordam olish uchun yagona hujjat bo'lmasa ham, hujjatlar zanjiridagi birinchi va muhim bo'g'in hisoblanadi. Tibbiyotda yosh, nogironlik, surunkali kasalliklar, ijtimoiy holat katta ahamiyatga ega. Pensiya guvohnomasi shifokorga yoki registratura xodimiga sizning pensioner ekaningizni tez anglatadi. Bu esa tekshiruvlar, yo'llanmalar, dispanser nazorati, sanatoriy tavsiyasi kabi masalalarda muhim bo'lishi mumkin. Masalan, 16 yoshli erkakda qon bosimi, yurak muammosi va qand kasalligi bor. U poliklinikaga muntazam qatnaydi. Agar shifokor uning pensioner ekanini, doimiy daromadi pensiya ekanini, ayrim dorilarni o'z vaqtida olishga qiynalayotganini bilsa, unga mos ravishda maslahat beradi. Ba'zan bepul yoki imtiyoz dorilar ro'yxati, dispanser nazorati, mutaxassisga yo'llanma masalalari ko'rib chiqiladi. Yana bir misol. Nogironlik pensiyasi oladigan bemor reabilitatsiya vositasi, eshitish apparati, aravacha yoki boshqa yordamchi vosita masalasida murojaat qiladi. Pensiya guvohnomasi uning toifasini tushuntirishga yordam beradi. Lekin ko'pincha tibbiy xulosa ham kerak bo'ladi. Demak, guvohnoma eshikni ochadi, lekin ichkarida masalani hal qilish uchun qo'shimcha tibbiy hujjatlar zarur bo'ladi. Transport masalasida odamlar eng ko'p adashadi. Ba'zilar pensiya guvohnomam bor, demak hamma transportda bepul yuraman deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri bo'lishi mumkin. Boshqalar esa umuman hech qanday imtiyoz yo'q deb o'ylab so'ramaydi. Bu ham xato. To'g'ri yondashuv shunday. Qaysi transport turi, qaysi shahar, qaysi toifa va qaysi tartib amal qilishini
aniqlash kerak. Ayrim hududlarda yoshi ulug'lar, nogironligi bo'lgan shaxslar yoki alohida toifadagi pensionerlar uchun imtiyozlar bo'lishi mumkin. Ba'zan maxsus karta, elektron chipta yoki alohida ro'yxatdan o'tish talab qilinadi. Pensiya guvohnomasi esa bu jarayonda maqomingizni ko'rsatadigan asosiy hujjatlardan biri bo'ladi. Masalan, o'lim tekis yoshli otaxon har kuni shahar ichida poliklinikaga qatnaydi. Oyiga 20 marta borib kelsa, har safar 2 ta yo'l bo'lsa, 40 ta martalik yo'l haqi chiqadi. Agar har safar 2000 so'mdan bo'lsa, oyiga 10 so'm. Agar uning toifasi bo'yicha chegirma yoki bepul yurish tartibi mavjud bo'lsa, bu pul doriga yoki oziq-ovqatga qoladi. Lekin bu imkoniyatni bilish uchun transport boshqarmasi, mahalla, davlat xizmatlari markazi yoki rasmiy manbalardan so'rash kerak. Pensiya yoshidagi odamlar ko'pincha meros, vasiyatnoma, uy-joyni rasmiylashtirish, ishonchnoma, aliment, qarz, hadya shartnomasi, kadastr ishlari kabi masalalarda notarius yoki yuristga murojaat qiladi. Bu jarayonda pensiya guvohnomasi odamning ijtimoiyatini, yoshini va pensiya oluvchi ekanini tushuntirishga yordam beradi. Masalan, ona o'z uyini farzandlaridan biriga hadya qilmoqchi. Notarius uning ongli ravishda qaror qilayotganini, bosim yo'qligini, hujjatlari to'g'riligini tekshiradi. Pensiya guvohnomasi asosiy hujjat bo'lmasligi mumkin, lekin ona pensioner ekanini ko'rsatadi. Agar keyinroq nizolar chiqsa, hujjatlar to'plamida uning maqomi, daromad manbai, yoshi, holati haqida ishchil ma'lumot bo'lgani foydali bo'ladi. Yana bir vaziyat, pensioner qarz shartnomasi tuzmoqda yoki bankdan kredit olmoqda. Bu yerda pensiya guvohnomasi daromadning mavjudligini ko'rsatishga yordam beradi. Lekin bank odatda pensiya tushumi, karta aylanmasi va kredit tarixini ham tekshiradi. Demak, guvohnoma yakka o'zi yetarli emas. Lekin muzokarani boshlash uchun muhim. Pensionerlar ayrim holatlarda soliq, kommunal to'lovlar yoki mulk bilan bog'liq imtiyozlardan foydalanishi mumkin. Lekin bu imtiyozlar hammaga bir xil emas, hudud mulk turi. Shaxsning toifasi qonunchilikdagi amaldagi tartibga bog'liq. Pensiya guvohnomasi bu yerda sizning pensioner maqomingizni tasdiqlashga xizmat qiladi. Masalan, 65 yoshli ayol nomida bitta uy bor. U mol-mulk solig'i bo'yicha imtiyoz bor yo'qligini bilmaydi. Agar u soliq organiga yoki davlat xizmatlari markaziga borib, pasport, kadastr hujjati va pensiya guvohnomasini ko'rsatsa, unga aniq holati bo'yicha tushuntirish beriladi. Ba'zi odamlar men pensionerman, demak umuman soliq to'lamayman deb o'ylaydi. Bunday umumlashtirish xavfli, chunki imtiyoz miqdori, obyekti va shartlari alohida belgilanadi. Kommunal xizmatlarda ham xuddi shunday. Ba'zi toifalar uchun subsidiya, kompensatsiya yoki ijtimoiy yordam mexanizmlari mavjud bo'lishi mumkin. Lekin pensionerlikning o'zi hamma kommunal to'lovni bekor qilmaydi. Shuning uchun amaliy qadam shunday bo'ladi. Kvitansiyalarni yig'ing, pensiya miqdorini ko'rsatuvchi ma'lumotni oling, guvohnomani olib boring va mening holatimda qanday imtiyoz yoki yordam bor deb aniq so'rang. Pensiya guvohnomasi faqat imtiyoz olish uchun emas, o'zingizni himoya qilish uchun ham kerak. Afsuski, yoshi katta odamlarni aldashga urinishlar ko'p. Kimdir hujjatingiz eskirgan, pul bering, yangilab beramiz deydi. Kimdir pensiyangiz oshishi uchun oldindan to'lov qiling deydi. Kimdir guvohnomangizni menga bering, ishni tezlashtiraman deydi. Bunday holatlarda juda ehtiyot bo'lish kerak. Men qat'iy aytaman. Pensiya guvohnomangizni begona odamga berib yubormang. Suratga olib jo'natmang. Telefon orqali ma'lumotlarni aytmang. Rasmiy idora xodimi bo'lsa ham nima uchun kerakligini so'rang. Agar nusxa kerak bo'lsa. Nusxasiga falon maqsad uchun deb yozib qo'yish foydali. Aslini esa faqat zarur joyda ko'rsating, imkon qadar qo'ldan chiqarmang. Masalan, pensionerga telefon qilib, sizga qo'shimcha to'lov chiqdi. Guvohnoma raqami va karta raqamingizni ayting deyishadi. Bu firibgarlik bo'lishi mumkin. Hech qachon karta kodi, SMS kod, PIN kod aytilmaydi. Pensiya guvohnomasi borligi sizga rasmiy idoraga o'zingiz borib tekshirish imkonini beradi. Telefon qilgan odamga ishonib qolish o'rniga pensiya jamg'armasi bo'limi, bank yoki mahalla orqali aniqlashtirish kerak. Endi eng muhim joyga keldik. Pensiya guvohnomasi har doim ham yakka o'zi yetarli bo'lmaydi. Ko'p odamlar aynan shu yerda xato qiladi. Guvohnoma maqomni ko'rsatadi, lekin imtiyoz olish uchun ba'zan pasaport, stir, JSSHIR, tibbiy xulosa, nogironlik ma'lumotnomasi, daromad haqida ma'lumot, yashash joyi bo'yicha ma'lumot, kadastr hujjati yoki ariza kerak bo'ladi. Masalan, sanatoriyga yo'llanma olish uchun pensiya guvohnomasi borligi yaxshi.
Lekin shifokor xulosasi va tibbiy ko'rsatma bo'lmasa, masala hal bo'lmaydi. Kommunal yordam uchun guvohnoma borligi yetarli emas. Oilaning daromadi, uyda nechta odam yashashi, to'lovlar miqdori ham ko'riladi. Transport imtiyozi uchun ba'zan alohida karta talab qilinadi. Soliq imtiyozida esa mulk kimning nomida ekani va qonundagi aniq shartlar tekshiriladi. Yana bir nozik jihat, pensiya guvohnomasi ma'lumotlari eskirgan bo'lishi mumkin. Familiya o'zgargan, pensiya turi o'zgargan, guvohnoma yaroqsiz holga kelgan, yozuvlar o'qilmay qolgan bo'lsa, uni yangilash masalasini ko'rish kerak. Chunki xodim hujjatni o'qiy olmasa yoki ma'lumotlar boshqa hujjatlar bilan mos kelmasa, ish cho'ziladi. Kimlar alohida e'tiborli bo'lish kerak? Birinchidan, nogironlik pensiyasi oluvchilar. Chunki ularning imtiyozlari yoshga doir pensionerlarnikidan farq qilishi mumkin. Ikkinchidan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Ularda yosh, ta'lim, oila holati kabi omillar muhim. Uchinchidan, yolg'iz yashovchi keksalar. Ular ijtimoiy yordamni ko'proq talab qilishi mumkin. To'rtinchidan, bir vaqtning o'zida bir nechta huquqiy masalasi bor odamlar. Meros, uy-joy, kredit, davolanish, soliq. Endi aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, pensiya guvohnomangizni tekshiring. Undagi ism, familiya, tug'ilgan sana, pensiya turi, berilgan sana, muhr va yozuvlar o'qiladimi ko'ring. Agar hujjat yirtilgan, namlangan, yozuvlar o'chgan bo'lsa, tegishli pensiya bo'limiga yoki mas'ul idoraga murojaat qilib, yangilash tartibini so'rang. Ikkinchi qadam, hujjatlar papkasini tayyorlang. Men pensionerlarga alohida papka tutishni tavsiya qilaman. Unda pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi nusxasi, pensiya tushum haqida ma'lumot, tibbiy hujjatlar, dori retseptlari, kommunal kvitansiyalar, kadastr hujjati nusxasi, bank rekvizitlari, mahalla ma'lumotnomalari bo'lsin. Har bir ishga borganingizda hammasini olib yurish shart emas, lekin kerak bo'lsa topish oson bo'ladi. Uchinchi qadam, har bir joyda aniq savol bering. Menga yordam bormi? Degan umumiy savol o'rniga men pensionerman, mana guvohnomam, shu xizmat bo'yicha chegima, imtiyoz, navbat yengilligi yoki subsidiya bormi deb so'rang. Aniq savolga aniq javob olish ehtimoli yuqori. To'rtinchi qadam, og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Agar sizga yo'q, sizga tegishli emas deyishsa, nima asosda tegishli emasligini so'rang. Zarur bo'lsa yozma murojaat qiling. Arizada ismingiz, manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya guvohnomangiz ma'lumoti, so'rayotgan imtiyoz yoki yordam turi aniq yozilsin. Masalan, men yoshga doir pensiya oluvchiman. Mening holatimda kommunal to'lovlar bo'yicha subsidiya yoki boshqa ijtimoiy yordam mavjudligini tushuntirib berishingizni so'rayman. 5-qadam, farzandlar bilan birga tekshiring. Ko'p pensionerlar telefondagi ilovalar, elektron xizmatlar, QR kodlar, onlayn navbatlardan foydalanishga qiynaladi. Farzand yoki nabira yordam bersa, rasmiy saytlar orqali ma'lumot tekshirish, davlat xizmatlari markaziga yozilish. Kerakli hujjatlarni oldindan bilib olish osonlashadi. Lekin farzandlar ham ehtiyot bo'lsin. Ota-onaning hujjatlarini har kimga yubormasin. Internetdagi noma'lum guruhlarga joylamasin. 6-qadam, nusxa va asl hujjatni ajrating. Asl pensiya guvohnomasini faqat ko'rsatish uchun olib boring. Nusxa talab qilinsa, oddiy nusxa bering. Agar hujjat nusxasi muhim joyga topshirilayotgan bo'lsa, ustiga qaysi tashkilot va qaysi maqsad uchun berilayotganini yozib qo'yish mumkin. Bu keyinchalik hujjat noto'g'ri ishlatilishining oldini olishga yordam beradi. 7-qadam. Imtiyozlarni yiliga kamida bir marta qayta tekshiring. Qonunlar, tartiblar, mahalliy dasturlar, ijtimoiy yordam mezonlari o'zgarishi mumkin. Bugun yo'q bo'lgan imkoniyat ertaga paydo bo'lishi mumkin. Shu sababli har yil kamida bir marta mahalla davlat xizmatlari markazi, soliq organi, tibbiyot muassasasi yoki pensiya bo'limidan o'zingizning holatingiz bo'yicha yangiliklarni so'rab turing. Demak, pensiya guvohnomasi shunchaki pensiya olishingizni bildiradigan qog'oz emas. U sizning maqomingizni tez tasdiqlaydi. Chegirma va imtiyozlarni so'rashga asos beradi. Navbat va xizmat ko'rsatishda yangilik talab qilishga yordam beradi. Ijtimoiy yordam, tibbiyot, transport, huquqiy ishlar, soliq va kommunal masalalarda foydali bo'lishi mumkin. Eng muhimi, u sizni firibgarlik va noto'g'ri talablar oldida hushyor bo'lishga undaydi. Lekin esda tuting, guvohnoma hamma eshikni o'zi ochib bermaydi. Siz savol berishingiz, hujjatlarni to'g'ri yig'ishingiz, rasmiy joylardan aniqlashtirishingiz va kerak bo'lsa yozma murojaat qilishingiz kerak. Bilgan odam
o'z huquqini himoya qiladi. Bilmagan odam esa ko'pincha o'ziga tegishli imkoniyatdan ham foydalanmay qoladi. Siz pensiya guvohnomasi orqali qaysi imtiyoz yoki yengillikdan foydalangansiz? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir oilaga kerak bo'lishi mumkin.